So'nggi kun ko'ktam bolalari. Mana bizning kichkintoyimiz handalak o'ynayapti. Chunki kichkintoyimiz zerikib ketdi. Qara og'ziga bir masalda. Şöyle yine ki kolun to'xtamadı bari. Azizlarim, bola yerdan kuch oladi deyishadi. Mana Shodibegimiz 9 oylik bo'lgan, yurishga harakat qilyapti. Tapchanlardan, manejlardan ushlab yuryapti. Buni yurishga imkon berish kerak. Faqat qo'lda ko'tarmay, faqat xodinokka qo'ymasa, mana shu tabiiy yerdan kuch olsin bolalar. Iloji bo'lsa qumga qo'ying bolalarni. Uzun joyga qum to'kib qo'ying-da, ana o'sha yerda o'rmalab yursin yoki tuproqli joyda qo'ying. Bo'lsa agar xohlaysa tuproqli joy juda ham yaxshi. Harakatda bo'lsin bola, o'zi mustaqil harakat qilsagina tez yurib ketadi. Mana bunda o'sha 4 ta tish bor. Mevalarni, svej mevalarni, dori bo'lmagan olmalarni yeya oladi. Hech qanday hali ichib ketgan emas. Lekin qovun, tarvuz ko'chadan, bozordan kelganlarni hali bermang. Avgustlarda bersangiz bo'ladi. Bolalarni chiniqtiring. Quyoshda soat 11 gacha bo'lgan quyosh bola uchun foydali. D vitamini hosil bo'ladi, bilasiz. Mendan yaxshi bilasizlar, jonimlar. Bolalarni faqat chiniqtiring. Lekin tushdan keyin oftobda bo'lmasin bola, salqin xonada dam oldiring. Har xil kompotlar qilib bering. Chakki bering bolalarga. Har bir ovqatdan keyin yarim qoshiq chakki bering, o'zi yeydi bolalar. O'shani o'zi hazm qilib oladi. Yozgi taomlar unchalik ham ko'p ishonch yo'q, bilasiz. Moyli narsalarni ko'p bermang. Ayniqsa issiq paytda o'g'il bolalarga og'irlik qiladi. Ovqatlarga ko'katlarni qaynatib qo'shib bering. Qolgan maslahatlarni shifokorlar bilan qiling. Yetishki vrachlar bilan. Xayr, salomat bo'ling.